Hello Uzbekistan. İçten çıkıma. Nimaga? Yo, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamasizlarmi? Mana buni vlog desa bo'ladi. Bu safargi nasib etsa vlogimiz endi Koreyada emas, boshqa shaharda bo'ladi. Aeroportdaman. Soat 9 ga ketamiz. Nasib bo'lsa, bu safargi sayohat Filippinga, Cebu oroliga. Nasib etsa zo'r kontent bo'ladi degan umiddaman. Videoni ko'rishda davom etinglar. Hammasini ko'rsatib olishga harakat qilaman. Shunaqa. Men aeroportda. Bu D bölümü. Ben D bölümünden gidemem. Yolda A, B, C bu tarafta. Sünger alalım. O 8 kilo, 5 kilo sünger. Dokumentlarga, dostlar. Pulni maydaladim. Pesoga 350 ming won pulni 12.550 ga almashtirdim. Filippin pul birligi peso, shunga almashtirdim 12.5 ming. Endi men boyman. Shunaqa. Endi Filippinga borib ishlatiladi pullar. Hozir tepada ideyaga chiqdim. Vaqt borligi uchun endi kofe zakaz qildim. Latte, kafe latte, vanilla latte. Tepada ideyada. Taraf endi chetda kutamiz. Boshqalarni ham kutamiz. 3 ta sherigim bor, kelish kerak. Ulardan keyin ketiladi. Biz tekshiruvdan o'tdik. Bilet o'zimizda. Endi yo'limizga keldik. Aeroport ichidamiz. Vaqtimiz kutamiz endi. Aytlar. Nimadir deb qo'yinglar. Taassurotlar. Let's go Philippines. Shunaqa. Siga yomonmas. Yigitlar bilan uchamiz endi. Xudo xolasa birinchisini boshlab olyapmiz. Davom etamiz. Yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Keyingilarda ham nasib etsa birga borib qolishimiz mumkin. Xudo xolasa. Biz ketdik. Biz hozir sayohatdan oldingi kayfiyatimiz. Endi kayfiyat ertadan boshlanadi. Samolyotga chiqishdan oldin. Oxirgi video. Qorin och va charchaganmiz. Mana biz o'sha ketyapmiz. Nimani oladi? Hammani olamiz. Stunlar ichidan chiqibmi? Store under this info view. Present items must be sold under this. Ketdik. Oxirgi tushganni qilishgan. Samolyot tozalarkanmiz. Yaxshi, experience bo'ladi. Filni yuvganda. Biz bu yerdan sim kart olyapmiz. Mana bu yerdan chiqqan bilan bemalol sim kart olib $20 bo'lyapti. 79 gigabayt. Qayta olishyapti bolalar. Cebu. Biroz dim havo. Endi mehmonxonaga ketdik. Do'stlar, biz mehmonxonaga yetib keldik. Mana jigar. Bizning joylarimiz. Yaxshi. Sharoitlar, kafelari bilan. Yog'li dushi, sinarog'igan. Bo'laveradi. Endi o'z ovqatlashib ketamiz. Hozir biz narsalarni almashtirib
Endi ovqatlanishga joy qidirib ketyapmiz. Mana. Nechi? 216. 2:16 ekan soat. Akani ham olib qo'ying. Aka uxlabdi bechora. Tungi Sebu. Bizda Tungi Sebu. Mana shunaqa. Hamma joy yopiq hozir. Ertaga ochiladi. Welcome to Cebu. Let's go. Biz McDonald'sga keldik. Ovqatlanish. Boshqa ovqat yo'q? Biz McDonald'sda ovqatdan biqin qilamiz endi. Biqinni bosinglar. Endi dam olamiz. Ertaga endi kunimiz boshlanadi. Biz nonushtaga tushdik ertalab. Biz nonushtamiz. Ovqatimizni bu keyin sayohatni boshlaymiz. Haqiqiy ko'chalar. Birinchi manzilimiz Temple of Leh degan joy ekan. Mana shunaqa katta ibodatxona manimcha bu. Ibodatxona to'g'ri. Har xil haykallar. Boshqacha qilib qo'yibdi. Hozir tepadan ko'rsataman. Nimadir ko'rinyapti ekan. Boshqacha biroq bu yer qirol va xotiniga qurilgan ekan. Sevilgan rafiqa va yaxshi ona haykali va ash binoni qo'shgan ekan menimcha. Bu yerda ko'ryapsizlar har xil shu yerda yashagan bunaqalar yotoqxonasi yo'q. Bitta mehmonxona shekilli. Rasman shu Filippin bunaqasi qirolichasi va qiroli. Rasm bor. O'zim ko'zda to'plashgan ekan faqat. Kitoblar bor ekan. Ingliz tilida kitoblar ekan. Orqa tarafga kelyapmiz. Ko'zalar Xitoydan olib kelingan. Katta itlar ko'p ekan. Dushib ko'rmadim deyarli. Hatta itlar yotibdi. Men juda ko'p. Hatta biz trend video olamiz. Ko'rasizlar. Biz bog'ga keldik, Sebuni bog'iga. Garden degan joy bor. Nomi Strami nima? Nomi shunday qo'yli bor. Qo'yli bor. Bitta qo'yli bor.
Böyle joylar. Taassurotlar hozircha yaxshi. Yomg'ir yog'avermay tursa davom etamiz. Bog'ning nomi nima edi? Zero Garden. Zero Garden. Bizda yomg'ir yog'ib qoldi. Biz endi qaytamiz. Video rasmlar hammasini olib qo'ydik. Olmagan rasmimiz qolmadi. Mingtacha rasm olib shekilli. Bizda dahshatli darajada yomg'ir yog'yapti. Kelaylik bog'dan. To'xtab oldi yana ketdi. Bekatga. Nima bo'lyapti? Tillo? Yomon. 15 minut yog'adimi, yo'qmi? Yarim soat, 1 soat. 5 gacha yomg'ir ko'rsatyapti lekin. Juda qattiq yomg'ir. Hozir ketamiz. Uyga borib olamiz, yo'qmi? Sekin damda olaverasizlar. Biz plyaj olmoqchi edik. Plyajdan qolib ketdi endi. Yaxshi o'zi kelmadi. Kelma. Sizlarimiz ko'p bo'lib ketdi. Mototsiklda. What's your name? Rajia Sadila. How can say hello in Philippines? How can hello in Philippines? No, what? How can you say? Hello. Hello, what? Hello. Speak. Speak with me. You can speak Cebuano. You know, they can Yeah. understand you speak Cebuano. Cubano? Cebuano. What? Bisaya. Bisaya? You know how to speak. I don't know. You don't know how to speak. Yeah. What's the language in Philippines? Language. Bisaya. Bisaya. How to say hello? Hello. Yeah. Yung sa Bisaya. Yeah. Bisaya. Yung sa Bisaya. Bisaya? Hello. Kumusta? ¿Cómo está? It's like it's Spanish? Yeah? ¿Cómo está? Oh. How can I say how are you? How are you? Yeah. Pila edad? Pila Eden. Okay. How much in How much? Philippines? How much? Yeah. Pila. Pila How much? How much? Yung makina, how much? Pila na? na makina? Oh, I'm Filipino. Assalamualaikum, Uzbekistan. Asa miligro? Okay. Try. Asa miligro mo, Bikistan. Good. Thank you. 1, 2, 3. Hello, Uzbekistan. Oh, good. Yeah. Right. Yeah. Right. Good. What's your name? John. Joe? Yeah. Arlene. Arle? Arlene Sadili. Arli Sadili. Okay. Yuha. Mana qo'yadi yomg'irdan qutulib kelib oldik. Tops degan joyga keldik. Bu chaqmog'ini chaqirdi. Yomg'ir iliq qarshi oldi kelishimizni. Sharab bo'lib kelyapmiz sen. Oyoqda charchab. Mototsikllar bilan kelib oldik. Mototsikl mingga tushdi to'rtamizga. Ikkita joyga keltirish qo'yishga. Kutib ham turdi. Shunaqa kelib oldik. O'z kirish yuz ekan battar topsga. Biz ko'ramiz ichini. Bu yoqni. Nima gap? Gap. Adrenalin bo'lyapti. Adrenalin. Yomg'irli. Haqiqiy unaqa bo'lyapti mana. Sayohat. Sarguzasht bo'lyapti. Ko'rmagan narsalarimiz ko'rdik. Hammasini ko'rdik. Bitta kiramiz hozir. Mana joyga. Dina. Kirib oldik. Ko'lga pecha turdi. Mana shunaqa joyga kirdik. Hozir bu yoqda Filippin yuqoridan ko'rishimiz mumkin, lekin hozir bulut menimcha. Hozir ko'ramiz. Atmosfera Bomba. Ashaqacha borib ko'ramiz.
Shartta o'zida ovqatlanib ketaveramiz. Ovqatlanishga keldik. Shunaqa steak house'ga. Biz steaklar endi kelyapti. Bu halol ekan. Mol go'shti halol sotilgan. Bolalar bilan kelyapmiz. Kelyapti. Shunaqa endi bakana qaraverdi. Aynan. Thank you. Yeah, thank you. Bu partiga. Bosamang yo. Ertangi planlar ham bo'lyapti hozir. Hop. Biz shunaqa rasm chiqaryapmiz. Espresso ekan. Yuzimiz baribir ko'rinmas ekan. Ana kiprib ekan. Biz qaytdik, Topdan qaytdik. Hozir Maktaodamiz. Maktao shahrida plyajga kelgandik. Lekin yo'lga kelayotganimizda yomg'ir yog'ib qoldi. Shunga hozir 1 soat vaqt sarflab keldik. Qaytib ketsa kerak-ku. Hozir bichga kirish uchun ham baribir ruxsatnoma olish kerak ekan. Maktaodan, lekin hozir biz o'zimiz ko'rishga kelyapmiz. Plyajni o'zini. Keyin shu bilan qaytsak kerak. Shunaqa bo'lib qoldi endi. Qaysi endi? Shunaqa bo'lishi kerak ekanda. O'tira. Boyda yashargan qolni. Xo'sh, biz mana Maktan New Towndamiz. Shahar nomi yangi shaharga o'xshayapti. Mana yuguryapti. Biz yomg'ir chamayapti. Bilmadim. Kemalar sizga bitti. Plyajni o'rab qo'yibdi. Yopib qo'ygan. Suv chiroyli, takpa. Qora yashil qanaqadir. Kemalar bitti. Biz kirib oldik. Maktaun o'sha resortning ichida. Hozir kimdir to'y bo'lyapti ekan. Bitta to'y o'tkazyapti. Menimcha to'y o'tkazishdimi nima? To'y o'tkazishdi. Birinchi plyaj tekshirib kelamiz. Har bir kishiga bizda hozir 850 pesodan bo'ldi. Normalniy xarajat qilib qo'ydik. Bu sani qum yaxshirog'mi? Sun'iyligi bunaqa. Orqamizda to'y bo'lyapti. Ovqat qilib qolishyapti. Yedigan narsalar bor ekan. Yomg'ir ham quyyordi biz uchun. Kirganimizdan keyin yana. Surpriz bor. Biz basseynga kirib oldik. Mana. Hop. Planshetda suv yaxshi, normalniy, issiqqina ekan. Hop, biz bugungi sayohatimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetyapti. Birinchi kunimiz yaxshi o'tdi mana. Basseynga kelib oxirgi damni yetib oldik. Bolalar bilan. Lekin endi uyga qaytamiz. Shunaqa. Endi ertangi kunga ketdik.